Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom. Bugungi kunda dolzarb mavzular juda ham ko'p. Ularning eng asosiysi hattoki AQShni Eronga tahdidi bo'lsin yoki Rossiyani Ukrainaga yangi hujumlari bo'lsin, bularning barchasini ortda qoldirgan mavzu bu Epstein fayllari bo'ldi. Va bu juda ham ko'plagan siyosatchilar, juda ham ko'plagan tahlilchilar tomonidan ham dolzarb mavzu sifatida ko'tarilib va hozirgacha bu narsa yopilgani yo'q. Va shuning uchun ham mana bu bizning o'zimizning podkastda ham shuni bir muhokama qilsak degandik, albatta. Bismillah. Rostdan ham bu ya'ni juda ham shov-shuv bo'ldi bu ishlar, fayllar ya'ni chiqishi, nimaga, ommaga chiqishi. 6 million fayllardan 3 million chiqqan ekan hozir. Uning ichida ya'ni video bo'lsin, rasm bo'lsin, xatlarda nimasi bo'lsin, rasm bo'lsin yoki audio nimalar ham chiqdi, ya'ni gaplashganlar. Chunki bu odam Epstein har bir hodisani yozib borar ekanda, yo audio qilib telefonda yoqib olar ekan, kim bilan o'tirsa ham yoki video kameralarga olib qo'yar ekan. Chunki ko'pincha ya'ni shantaj uchun ishlatgan bu narsalarni. Shuning uchun ham juda ham ko'p fayl bor, ko'p tarqadi. Ya'ni endi Alloh alam o'zi yo'qolib ketgani ham qancha bo'lishi mumkin-da, chunki o'zi Epstein o'lib ketgan, ya'ni bilib bo'lmaydi, ya'ni qanchasini yo'qotib yuborishgan, qancha faylni. Shunga juda ham shov-shuvli nima bo'ldi va g'arbni, ya'ni elitasini, hozirgi masalan bu dunyoni ya'ni hukumatlarni boshqarayotgan bir kuchlarni qanaqa yovuzligini ko'rsatadigan bir nima bo'ldi, ya'ni odamlarga. Lekin bir tarafdan o'zi bularni ya'ni qilgan ishlari shunchalik ya'ni faxshda ham ya'ni nima desa bo'ladi, juda ham kir, ya'ni yomon ishlarni qilganliklarini chiqib ketishi ham bir tarafdan ularni roziligi bilan chiqqan degan nima ham bor, ya'ni fikr ham bor. Shuna fikr yuribdi, ya'ni analitiklar yoki siyosatchilar bo'lsin orasida. Chunki ular qilgan ishlarni ko'rsangiz, masalan yosh bolalar bilan shu har xil faxsh ishlar yoki shu yosh bolalarni ko'pincha o'g'irlab ketishgan bolalarni, bola qizlarni yoki voyaga yetgan bo'lsa ham ayollarni o'g'irlab ketishgan. Keyin ko'pincha u odamlar topilmagan qaytib, ya'ni yo'qolib ketgan shunaqa. Yoki birarga nimalar ham bor, endi ularni dalili hali beri chiqmadi-yu, odam go'shtini yeyishgan, shunaqa darajada ham gaplar bor-da. Va ya'ni shunaqa ishlarda bu shaytonga, ya'ni iblisga ibodat qiladigan toifalar o'zini fisq fasodini izhor qilish kerak ekan. Ya'ni bir shartlardan biri shayton tomonidan shu narsalarni izhor qilib ommaga ko'rsatib normallashtirishga olib keladi ekan bu narsa. Eshitgan bo'lsanglar, Averton oynasimi degan bir teoriya bor. Ya'ni u teoriya bo'yicha bir juda ham odamlar qabul qilmaydigan narsa sekin-sekin shu masalan aytaylik, odam yeyish, odam go'shtini yeyish. Odamlar umuman tabiat qabul qilmaydigan narsa, fitrat qabul qilmaydi. Kim bo'lsa ham, kofirmi, nima, mulhid, kim bo'lsa ham qabul qilmaydigan narsa. Shu narsani odamlar normal odamlar orasida normallashtirish uchun ular pog'onalardan o'tadi ekan. Ya'ni shu pog'onalardan o'tkazishadi ekan shu narsani. Masalan, shaytonga yanada yaqin bo'lishlik uchun. Ya'ni odamlarga normallashtirish uchun shu narsani boshida bu narsa haqida sekin olib chiqishadi ekan, ya'ni ommaviy bir nima bo'lsin, televiziya bo'lsin, boshqa narsalarga olib chiqib shu narsani yomonlashadi ekan. Qanchalik yomonligini gapirishadi ekan. Shuna odam yeydigan toifalar bor dedi ekan. Afrikada odam yeydigan toifalar bor. Bu juda ham jilkanch narsa deb shu narsa haqida aytadi, hamma shokka tushadi ekan. Bir video boshqa narsa bo'lsa ham ko'rsatadi dalil qilib. Keyin bir necha vaqt o'tgandan keyin shu narsa haqida yana ko'rsatishadi, odam yeyish haqida, lekin yomonlamasdan gapirishadi. Ya'ni pog'onasini o'tadi ekan shunaqa qilib. Shunaqa bo'lib, masalan, geylik, boshqa narsalar ham normal holatga kelganki, oxiri hozir masalan g'arb davlatlarida geylikni so'ksangiz sizga jazo berish mumkin. Shunaqa holatga yetib keldi, lekin 50 yil oldin yoki 100 yil oldin bu narsa umuman mumkin emas edi ularda.
Shunga aytishyaptiki, masalan, hozir yosh bolalar aytaylik, 5 yoshli, mana shu 10 yoshgacha bolalarni, ya'ni ko'pincha shu videolarni ko'ryapmiz, juda ham kichkina yosh bolalarda, qizchalar, yosh bolalar nima bo'lyapti? Bular bilan ya'ni jinsiy aloqa qilish, ular bilan nima qilish narsa, ya'ni kofirlar uchun ham qabul qilishmaydi bu narsani. Shunday. Lekin shu hozir izhor bo'lishi bilan shuncha fayllar, shuncha narsalar, shunaqa avtoritetdagi odamlar shu narsalarni qilgan degan gap chiqqani bilan balki 10 yil, 20 yil ichida bu narsani normallashtirishga ham olib kelishlari mumkin. Sekin. Ya'ni shunaqa bir nimasi bor, achchiq haqiqati bor bu narsa. Avvalambor Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar, Nabiy sollallohu alayhi vasallamga to'g'ri salovatlar bo'lsin. Avvalambor eslatib o'taman, bizni kuzatayotgan birodarlar va boshqa birodarlarimizga Ramazon oyi yaqin shu kunlarda kirib kelyapmiz. Alloh taoloni rahmatidan umid qilgan holatda va mana bu oyda Alloh subhanahu va taoloning roziligiga erishib chiqishligimizni barchalarimizga nasib aylasin. Aytib o'tganinglardek, bugungi kunimizdagi dolzarb masala Epstein fayllari, Epstein oroli juda ham dolzarb masala bo'ldi. Bu masala aytganingizdek, balki shu insonlarga oddiy qilib ko'rsatishlik uchun qilgandir, lekin nima bo'lganda ham bu islom va musulmonlarning yutug'i bo'ldi, chunki g'arbning chirigan demokratiyasini, haqiqiy asl basharasini ko'rsatdi. Bu narsa o'sha baland elitadagi hozir aytib o'tganingizdek rus tilida satanistlar deydi, shaytonga ibodat qiluvchi haqiqiy shaytonning lashkarlari, ular o'sha katta mansabda butun insoniyatga haq huquqlarini olib beramiz deb da'vo qilayotgan odamlar tomonidan chiqqanligi Alloh taoloning katta fazli marhamati, ular uchun sharmandalik va islom ummati uchun albatta g'alaba bo'ldi deb o'ylayman inshaalloh. Va bizni O'rta Osiyo xalqlari bo'lsin, u yo O'rta Osiyoni boshqarayotgan rahbarlar xalqlariga biz demokratiyani cho'qqisiga chiqqan deb g'arbni go'yoki o'rnak o'laroq ko'rsatadi. Lekin bilib qo'ysinki, mana o'sha o'rnak bo'lgan g'arbda elitasidagi boshqaruvdagi odamlar qanchalik jirkanchli ishlar qilishlari va qanchalik fahshga botganliklari bu yaqqol namoyon bo'lib, Alloh taolo sharmandasini chiqarib qo'ydi bularni. Shunaqa, ya'ni bu narsani, ya'ni ortida turganlar xoh o'z ixtiyorlari bilan chiqargan bo'lsin, xoh ular xohlamagan holatda chiqib ketgan bo'lsin, nima bo'lganda ham o'ylaymanki bu islom va musulmonlar foydasiga bo'ldi inshaalloh. Haqiqatan Epstein masalasi bu bugungi kundagi eng og'ir masala deb ham qarasak bo'ladi, chunki men ko'plagan podkastlarni ko'rdim, ko'plagan siyosatchilarning tahlilini eshitdim. Va mendagi bo'lgan xulosa shuki, Epstein bu proyekt, ya'ni bir oddiy insonni mana bunday bir orolda yosh bolalarga tajovuz qiladigan, bir turli bir jinoyatlarni qiladigan bir yer qilishlik yoki u yerga katta bir tijoratchilarni, katta bir amaldorlarni bo'lib ham butun dunyoni siyosatiga aloqador bo'lgan rahbariyatlarni, misol uchun Amerika katta misol uchun rahbariyatlari, Trampni bu yerda ismi turibdi, undan oldingi sobiq prezidentlarning ismi turibdi yoki mana bu Yevropadagi, Angliyadagi ba'zi bir shahzodalarning ismi turibdi. Bu ya'ni oddiy insonni qo'ldan keladigan narsa emas, balki bu proyekt bilan qilingan bir narsa. Chunki qaraydigan bo'lsak, mana bunday bir jirkanch jinoyatlarni qilishlik bo'lib ham bir orolda bir katta bir davlatning ichida mana bu narsani tashkillashtirishlik bu oson narsa emas. Ya'ni oddiy Amerikani qaraydigan bo'lsak, istixboroti masalasi bo'yicha, telefonlarni eshitishlik masalasi bo'yicha butun dunyoda yetakchi o'rinda turadigan davlatlardan hisoblanadi va o'zini yeridagi turli jinoyatlarni doimiy ravishda fosh qilib kelgan nima deydi, davlatlardan hisoblanadi. Qanday qilib bunday bir davlatlarning ichida yoki bir boshqa davlatlarning ichida, misol uchun Fransiyada deyapti, Parijda mana bunaqa bir joylar bo'lgan. Ya'ni bu narsani oddiy shaklda, erkin shaklda qilib borilishligi, yillar davomida qilib borilishligi bu albatta ajablanarli holat. Chunki bu narko biznes emas yoki bu bitta ikkita odamni oldi sotdi tijorati sotishlik, qurol sotishlik tijorati haqida ketmayapti, balki butun boshli bir jamiyatdagi har bir jamiyatda eng rasvo deb topilgan ishlarni qilinishligi va u yerda yosh bolalarni o'sha o'zi aytganda 5 yoshdan 15 yoshga bo'lgan 15 yoshgacha bo'lgan yosh bolalarga tajovuz qilinishligi bu nima deydi, oddiy holat emas. Ya'ni buni yashirishlik ham, doimiy shaklda qilib kelishlik ham bu qiyin bo'lgan masala. Illoki rahbariyatlarni bunga izni bo'lishlik kerak. Ya'ni mana bu
Epstein masalasi umumiy shaklda haqiqatdan ham butun dunyoga ayollarni misol uchun huquqlari, yosh bolalarning huquqlari, inson huquqlari deb jar solib turib va buni ortidan mana shularni bahona qilib bir davlatlarni vayron qilib, ko'plagan bir jamiyatlarni vayron qilib, ko'plagan bir misol uchun musulmonlarni yoki bir insonlarni qatlomiga olib kelgan urushlarni boshlashliklari va buni orqa fonida o'zlarini mana bu o'zini nima deydi? Shaxsiy g'arazlari yotganligi mana bu narsa bilan namoyon bo'ldi. Chunki mana shunaqa bir katta bir inson huquqlaridan da'vo qilib turgan insonlarning o'zlari shunday bir jirkanch jinoyatlar ustida nima deydi, fosh bo'ldi. Shu yerga qarang, aytdiki, masalan bu Epsteyndan nimalari chiqishi, ya'ni u yerda jirkanch narsalar ko'p chiqqan. Ya'ni faqat yosh bolalar tajovuz, boshqa narsalar emas. Masalan, ularning xatlarida ham yoki ko'rgan bo'lsanglar shu Ka'bani kisvasini nima qilishgan, ya'ni gilam qilib o'sha oroldagi bitta nimaga yoyib qo'ygan, ya'ni kimdandir sovg'a olib. Keyin xatlarida ham Xudoni nima qilib, mazhara qilganda yozuv nimalari bor-da, bir-biriga solalar bor. Ya'ni bu degan ular rostdan ham shu shaytonga ibodat qiladigan nimalar-da, toifadagi odamlar. Keyin ya'ni bu ham bir teoriya, shu narsani aytishyapti oxirgi payt. Ya'ni men boshida aytgan gapim ham shaytonga ibodat qiladigan, ya'ni unga o'zini nimasini, sadoqatini ko'rsatadigan odamlar, ya'ni shartlaridan biri shu o'zini fisq, fasod, ya'ni nimalarini, yomonliklarini izhor qilish. Ko'p, ya'ni katta nimada, nima desa bo'ladi, ob'yomda, ya'ni hajmda. Shuni izhor qilish, ko'rsatish, ya'ni tarqatish, odamlarga ko'rsatish shu narsani va shunga aytishyaptiki, masalan, Isroil ham G'azzoda qilgan ishlari shunaqa darajada, ya'ni vahshiylarcha bilib turib, ya'ni больницаlarda urishi, shifoxonalarda, ya'ni yoki masalan lagerlarda urishi, boshqalarda urib turib, yoki hali eslarda bo'lsa har bir amaliyot bo'ladigan joylarni ko'rsatib turib, shu yerda masalan bugun amaliyot bo'ladi, odamlar chiqinglar deb turib, chiqayotganda boshqa yerda urishi, ya'ni chiqadigan joyini urishi, shuna ishlar qilganda, ko'proq qon keltirgandek bo'lib qolganda, shunga ham aytishgan, ya'ni bular o'zini, ya'ni qanchalik ko'p vahshiylik qilishni ko'rsatmoqchi. Shu bir nimasi, shunaqa bir satanist deganlarda shunaqa bir nima bor. Ibodatdagi bu narsa, ya'ni o'zini vahshiycha nima ishlarini ko'rsatish. Keyin siz aytgandek ham katta rahbarlar, katta, ya'ni shu dunyoda bir kuchi bor odamlar bu narsaga aralashgan bo'lgan. Masalan, bu Epstein Yahudi Isroil hukumati bilan, Isroil tarafdorlari bilan, ya'ni tarafdor bo'lgan Amerikadagi odamlar bilan juda ham yaqin bo'lgan odamda. Masalan, Isroilda eski bosh vazir bilan juda ham yaqin bo'lgan, Ehud Barak degan odam bilan juda ham yaqin bo'lgan. U odam 30 martadan uyga kelgan ekanda. Ya'ni rasmlari ham chiqib qolgan, ko'chada ham olib olishganda uni uyga kelgan ekan Epsteinni. Juda ham yaqin bo'lgan. Shu odam bilan bo'lgan 3 soatlik gaplashish nimasi ham, audiosi ham chiqib ketdi. 3 soatlik. Shu YouTube'da ham bor, hamma yerda bor. Ya'ni bu odam Isroilda nimasi, bosh vaziri bo'lgan odam. U odam bilan siyosat haqida gaplashadi, uni tavsiyalar beryapti. Epstein tavsiyalar beryapti. Nasihatli, mana qilsangiz yaxshi bo'ladi, uni qilsangiz yaxshi bo'ladi deyapti. Ya'ni juda ham hali bir qandaydir nimasi bor odamda, nima desa bo'ladi, o'zini gapini o'tkazadigan nimalarga ta'siri bor odam. Ta'siri bor odam. Keyin buni ta'sirini oshirganini bir sabablaridan biri shu ishlari deyshadi. Shu ishlari ko'p odamlarni olib kelgan, har xil odamlar bilan shuna tanishib nima qilib, ya'ni prezidentlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, shu yerdagi shu nimasiga oroliga olib kelib turib, ularga kompromat qilgan. Video bo'lsin, boshqa bo'lsin. Keyin bu odam o'zi shu nimalarni, liderlarni zaif taraflarini qidirardi ekan. Qidirib, o'rganib, nima qilib, sekin ashildan ushardi ekan bu odamlarni. Chunki hamma ham bularni shuna bir yashirin faxsh nimalarini qondira olmaydi. Oddiy dunyoda, ya'ni. Shunga bu shunaqa bir zamin yaratib berganda, o'zicha bir nima orol olib, bu yerda yopib hamma yerda, keyin u yerda ham ularda masalan nima bo'lar ekan? Qanaqadir kechalari bo'lar ekanda, haftani qaysidir kuni, ya'ni katta bir nimasi bo'ladi ekan, u yerga har xil odamlar keladi, shu yosh bolalar, boshqa hamma yo'q, barobatlar olib ketar ekanda. Ya'ni qanaqadir
ritualga o'xshagan deyishyapti, ya'ni shu shaytonga bir nima qiladigan payti har xil ishlar bo'lgan. Ya'ni bu narsaga kirishsangiz 3 million to'g'ri fayl chiqqan, har xil narsa chiqib kelishi mumkin. Keyin 3 millionda chiqarilmagan narsani ichida ham juda tarqalish taqiqlangan bor, fayllar bor. Faqat senatmi, kongressmi shular ko'ribdi. Chiqmagan, chiqishi u yerda balki juda ham ya'ni ochiq narsalar bo'lishi mumkin-da. Ya'ni bu hozirgi aytaylik siyosatni, dunyoni siyosatini, dunyoni iqtisodini boshqarayotgan odamlarni qanaqa turdagi odamlar ya'ni qilayotganini ham bilib olsangiz bo'ladi-da. Keyin hozirgi bir avtoritetlar aytaylik Elon Musk bo'lsin, dunyoning eng boy odami, shu odam ham kirib ketganda shu narsalarga. Juda ham shu nimani Epstein fayllarida juda ko'p joyda chiqyapti Elon Musk ham. Birodarimiz aytib o'tganda, haqiqatda proyekt, oddiy o'qituvchi bo'lgan odam birdan ko'tarilib orol sotib olib, birdan bunaqa imtiyozlarga ega bo'lishligi nerealniy narsada, haqiqiy ko'z bilan qarasak. Eng nima qiladigan joyi bu yahudiylarda ham bitta teoriya bor. Siz aytganingizdek boya bolnitsalarda, mashvalarda bombardimon qilishlar. Bularda ham o'zlarini dinida qanaqadir nima bor, o'zlarini bir qutqaruvchi payg'ambari keladi deydi. Qanchalik yerda zulmni kuchaytirsa, qanchalik fasodni kuchaytirsa, bular o'sha aqidasi bo'yicha yuradi. Shunchalik fasodni, shunchalik nimani kuchaytirib, natijada o'sha o'zini nimasini qutqaruvchisi kelishligini kutishadi. Aslida dajjol chiqib, bular dajjolga qo'shiladi deydi hadislarda kelgan. Endi qarang. O'sha baland elitadagilar hamma ishni qilib ko'rib, insoniyatda endi pul bor, Allohdan qo'rqmaydi, dinni bilmaydi, hamma narsani qilib ko'rgisi keladi-da. Inson o'sha yosh bolalarga yaqinlik qilgisi keladi yoki bo'lmasam o'sha jirkanchlik bo'lgan barcha ishlarni bir aytishga ham inson uyaladigan ishlarni qiladi. Endi musulmon odam chorasiz qolganda mana o'zimiz oxirgi 2020-yillar har tarafdan dushmanlar bostirib kelganda Muborak Shom diyorida qanday holatga tushdik. O'sha vaqtda his qildikki, mata nasrulloh, Allohning nusrati qachon deb turib avvalgi insonlar o'z payg'ambarlariga shu nima qilganda Allohning nusrati yaqin deyiladi-yu. Xuddi shunga o'xshab dinsiz bo'lgan kofirlar ham kayf safon ichida yurganda Alloh taolo kutmaganda mana shunaqa baloni yuborar ekan. Ya'ni go'yoki musulmonlar mata nasrulloh deganda Allohning nusrati musulmonlar o'ylamagan joydan keladi-yu. Ya'ni shu elitani qarang, yaqinda mana bu nima edi? Neft bazasi, neft bo'yicha birinchi o'rinda turadigan davlatni prezidentini olib ketib Venesuelani. Qanaqa obro'si oshdi Tramp. Lekin shu kelib bu yoqda Misrda yig'ilish qilib butun arab sotqin xoin nimalarini yig'ib hammasini ichida go'yoki dunyoni boshqaryapman degan narsani ko'rsatib turganda Alloh taolo kutmagan joydan mana bunaqa rasvoliklarini ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni bu albatta Robbimizga hamd va sanolar bo'lsinki, mana bu jirkanchli insonlarning haqiqiy yuzini butun insoniyatga ko'rsatib qo'ydi. Haqiqatan men ham buni proyekt deganimdan murod boshda aytib o'tganimdek, bunday jirkanch ishlarni qilishlik o'zi qiyin ish, lekin ya'ni fosh bo'lib ketmasdan shuncha yil davomida qilib kelishlik bu qiyin masala. Lekin o'zi aytgandek, mana bu rahbariyatlardagi insonlar tabiatan buzuq insonlar. Haqiqatan, misol uchun Trampning o'zining tarixini ko'radigan bo'lsangiz, undan oshiq ayolga tajovuz qilgan yoki hattoki nauzubillah shunaqa o'zini gapi bor. Agar qizi haqida gapiradi. Agar men qizim bo'lmaganda o'zim uylanardim degan shunaqa bir juda bir yomon shunaqa iflos gaplari bor-da. Ya'ni tabiatan va ruhan nosog'lom bo'lgan insonlarda bularga doimiy shaklda mana bu o'zlarini shahvatini deymizmi, shahvatini qondirib turadigan joy kerak bo'lgan. Va mana bu joyni qilishlik, tayyorlashlik uchun Epsteynga topshirilgan va orolni ijaraga bergan. Ya'ni bir katta bir orolni katta bir davlat ichida bir odam ijaraga olsa, bu nimaga qo'llanyapti, nima qilyapti degan narsa albatta turli davlatlarda tekshiriladi. Lekin orolcha va u yerga hamma sharoit qilib bergan va u yerga faqat kattalar kelishligi mumkin. Ichkarida nima bo'lyapti hech kim bilmaydi. Mana shu haqida doimiy shaklda nima deydi, bular qilib kelgan bu narsani. Va qilib kelgandan keyin Epsteynni tanlashgan. Epsteyn ham o'zi tarixini aytib o'tdik. Tarixda ham o'sha o'zining tarixida ham o'sha maktabdan boshlangan, boshqa ishda yana boshlangan. Shunaqa turli buzg'unchilik, turli bir nima deydi,
insonni tabiati bir o'ziga ravo ko'rmaydigan ishlarni qilib kelgan inson bo'lgan va mana bu ishga mas'ul qilib Epshtaynni tayinlashgan. Va bilamiz bugungi kunda Amerikada va turli davlatlarda Isroil lobbisi kuchli, juda ham kuchli. Hattoki senatorlar Isroilni ziddiga gapiradigan senator bo'ladigan bo'lsa, u AQSh senatida tura olmaydi. Illoki Isroilni foydasiga gapiradigan insonlar senator bo'la oladi. Va aytmoqchi bo'lgan narsam, Isroil lobbisi shu darajada kuchli bo'lganki, kelajakda Amerika rahbariyati Isroilga qarshi yoki Isroilni ziddiga qanday ish qiladigan bo'lsa, yoki umuman Isroilni qo'llab-quvvatlashlikdan to'xtaydigan bo'lsa, biz bularni zaif yerlaridan ushlab olishligimiz kerak degan masalada Epshtaynni yollagan va Epshtayn asosan Mossad agenti bo'lgan. Ya'ni mana bu ko'plagan siyosiy tahlillarda siyosatchilar mana shunday tahlil qilyapti. Bu Mossad nima? Mossad agenti bo'lgan va rahbariyatni nozik joylaridan ushlab, nima misol uchun hozir Trampning ko'plagan rasm videolari chiqib kelyapti. Bu Tramp oddiy bir davlatda misol uchun nimasi emas. Prezident emas, bu butun boshli bir katta davlatni va butun dunyoga aytib o'tganimizdek huquqlar, inson huquqlari, misol uchun Afg'onistonni pulini nimaga bermayapti Amerika? Ayollarga huquqini bersang, deyapti. O'shanda pulini beraman, deyapti. Ya'ni mana shunaqa bir inson huquqlari bilan butun dunyoga jar soladigan bir davlatni bosh rahbarini mana bunday jinoyatlari fosh bo'lishligi bu davlatni obro'siga ham juda ham katta ta'sir ko'rsatdi va hozir kutilib turgan narsa yo Tramp ishdan olinadi yoki bo'lmasa qamaladi. Amerika shu bilan o'zini obro'sini saqlab qolishligi mumkin. O'zi siyosiy maydonda o'zini obro'sini to'kdimi? To'kdi. Nimaga? Isroilni qo'llab-quvvatladi, butun hattoki Amerika xalqi shu paytgacha kutilmagan narsa. Amerika xalqi Amerika siyosatiga qarshi chiqib namoyishlar o'tkazdi. Va namoyishga o'tkazgan insonlar ham talabalar, ya'ni saviyali insonlarni namoyishlari bular. Bular siyosatga haqiqatan davlat kelajagi bo'lgan insonlar. Ular namoyish qildi. Demak, nima boshqa misol uchun Yevropa davlatlarida rekord darajasida chiqdiki, Falastinni qo'llab-quvvatlashlik namoyishlari. Ya'ni mana shu holatda ham butun dunyo, mana Isroil jinoyatchi degan holatda ham Isroilni qo'llab-quvvatlardi, siyosiy maydonda obro'si sindi va Trampning bitta gapi bor, yaqinda gapirgan gapi. Biz oldin Isroilni qo'llab-quvvatlaymiz deb turib, obro' olardik butun dunyoda, deyapti-da endi. Endi hozirgi kunda shunday holatga keldiki, Isroilni qo'llab-quvvatlaymiz deb turib, o'zimiz obro'mizni to'kyapmiz deydi. Ya'ni bu narsa ochiq-oydin bo'lgan narsa. Va Isroil bunga qarshi o'zini proyektini qilib qo'ygan. Hozir misol Tramp ya'ni misol uchun bilamiz, har bir siyosatchi yoki har bir davlat o'zini 50-60 kerak bo'lsa 100-200 yillik strategiyasini o'ylab qo'yadi. Va endi Isroildaqa bir davlat Amerikada yaqin 50 yil, 60 yil, 100 yil ichida kimlar prezident bo'lishi mumkin? Endi 100 yil emas-ku, endi 50 yil, 60 yilda kimlar prezident bo'lishi mumkin? Kimlar davlat siyosatiga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan insonlar hammasini mana shu joyga jamlagan va ularni mana shunday bir shantaj yo'li bilan kelajakda boshqarishlikni plan qilgan. Va mana bu narsani qisman ochdi. Va bu nimani fonida? Eronning fonida. Hozir bu yerda misol uchun yaqin Sharqda bilamiz 3 ta kuch bor. Turkiya, Eron, Isroil. Hozir bu yerda Eron sinadigan bo'lsa, bu Turkiya uchun eng katta minus, Isroil uchun esa katta plus va g'arb davlatlari shu nima deydi? Stol tagida mana bu Eron xalqiga juda ham katta yordam beryapti. Nimaga? Eron davlatini ag'darishlik uchun va xalq juda ham katta kuchni sarfladi hozirgacha. Juda ham ko'p o'lib ketdi. Mana shu o'rinda Amerikadan Isroil mana talab qilyapti, hujumni talab qilyapti. Va buni fonida hujum qilmadi, nima bo'ldi? Bu narsalar ochilib ketyapti. Ya'ni bu narsalar, ya'ni agar bu degani bu bitta nima? Qo'rqitish. Yana bundan keyin hujum qilmaydigan bo'lsang, yana bizda fayllar bor deganida. Ya'ni bu narsa hozir bitta Amerikani davlatiniki emas bu. Nimani? Angliyani shahzodasiniki chiqib turibdi bu yerda. Boshqa davlatlarda shahzodalari chiqib turibdi. Katta biznesmenlar, o'zi aytganda Elon Musk butun dunyo bo'yicha hozir Afrikaning bitta burchagiga borib, haligi qo'pol nima deydi, mubolag'a qaytadigan bo'lsangiz, Afrikaning bitta burchagiga borib Elon Musk desangiz ham, hali hindular ham taniydigan darajadagi insonlarni fayllari bor-da bu inson. Ya'ni Isroilda. Bu narsa
Bu narsa eng katta. Keyin shu joyda aytmoqchi bo'lgan narsam, kufriy davlatlarning eng katta quroli mana shu shantaj. Va bugungi kunda misol uchun mujohidlar bo'ladimi yoki har qanday insonlar bo'ladi. Misol uchun O'zbekiston hukumatı bugungi kunda Suriyadagi misol uchun mujohidlarga eng katta bosimi nima orqali? Oilalar orqali. Misol uchun ko'plagan birodarlar, misol uchun nimaga birodar maska taqadi? Misol uchun ba'zi birodarlar nimaga maska taqib chiqadi? U yuzni ko'rsatishdan qo'rqish emas. Bu yerda bu o'limni tagida yurgan odam nimadan yuzni ko'rsatishdan qo'rqadimi? Biz ota-onalarini o'ylaydi. Ya'ni misol uchun o'zini boshdan o'tgan insonlar biladi. Misol uchun ota-onalariga bosim bo'ladi. Seni bolang yurganda yuribdi ekan deb akasini chaqiradi, onasini chaqiradi, dadasini chaqiradi, podvalga olib tushadi, izvatsiya qiladi, buni qiladi. Bu yerdagi birodarlar ko'pchilik istamaydi bu narsani. Ya'ni bu ham bir shantajda bir uslubida. Aytmoqchi bo'lgan narsam bu bugungi kundagi shantaj, ya'ni 21-asrning eng katta quroliga aylangan. Shu maqsad bilan ishlagan degan joyingizga nimani esladim. Men ham o'qiyotgandim, shu qidirayotgandim ma'lumotni. Shunda ko'rdimki, Epstein qamalgan. Ya'ni nima bo'lgan? Uning ustida ya'ni nimalar bo'lgandan keyin, arizalar tushgandan keyin, boshqa bo'lgandan keyin shu odam o'g'irlash haqida, keyin nima voyaga yetmagan yoshliklarga tajovuzlik qilishlik haqida nima qilingan, ariza yozilgan. Shu paytda buni ustida sud bo'lgan. Sud bo'lganda prokuror juda yengil nima bergan, jazo bergan. Juda yengil, ya'ni qamoqdan ertalab ishiga, ofisga boradi, kech payt uxlagani qaytib keladi degan. Qamoqda ham zo'r sharoit qilib bergan. Qamoqqa ham xohlaganda kelgan ekan, xohlagan kelmagan. 1,5 fayli o'zi kerak. 1,5 yilga yo'q, keyin qarang. Shu prokuror necha yildan keyin 1-2 yil o'tganmi, qanchadir vaqt o'tgandan keyin Tramp keladi boshqaruvga. Tramp kelganda shu prokurorni qanaqadir lavozimga nima qiladi? Qo'yadi. Davlatini shu yangi hukumatiga lavozimga qo'yadi. Shunda yana mavzu ochiladi ekan. Epsteinda nimaga buni yengil jazo bilan nima qildi deb jurnalistlar bosim o'tkazadi shu yangi nimaga. Shu prokurorga yangi lavozim olganga. Bosim qilayotganda keyin bir yerda aytib yuboradiki, menga buni razvedka ishchisi deb aytishdi. Chunki boshqa yo'lim bo'lmadi degan ekan. Xuddi shu gapni o'zi bilan aytgan. Ya'ni keyin bu nimani orqasida maqsad deyapmiz-ku. Bilargilar aytayaptiki, bu har taraf bilan ishlangan joylari ham bor deb. Kerakli paytda CRU bilan ham ishlagan, ya'ni Amerikan nimasi bilan, razvedkasi bilan, kerakli paytda FSB bilan ishlagan, ruslar bilan, kerakli paytda Britaniyaniki Mi-6 bor, shular bilan ishlagan. Ya'ni juda ham nima bo'lib ketgan odamda, hammaga ya'ni o'zi beradigan narsasi, oladigan narsasi bo'lgan. Balki ya'ni Putin bilan ham juda ham ko'p aloqasi bo'lgan deyshadi. Ya'ni to'g'ri bo'lmasa ham, lekin kanallar orqali. Keyin shu yerda ham nimasi bor? Putin bilan ko'rishish nimasigacha ham oz qolgan ekan. Ya'ni shunaqa darajada aloqalar yaxshilanib ketgan. Keyin shu yerda olib nima qilishyaptiki, ruslar o'zi eskitdan bilsanglar, KGB, SSR paytdan beri boshqa nima FSB bo'lgandan keyin ham juda ham ko'p bora ayollarni shantaj uchun ishlatgan. O'zlarini ayollarini, chunki g'arbda bo'lsin yoki arablar bo'lsin, boshqalar ayollarni yaxshi ko'radi ruslar. Shunday. Shunga ayollarni juda ko'p foydalangan. Shu nimasida ham orolda ham juda ko'p rus ayollar bo'lgan. Shunday. Shu Rossiya 2 beradi KGB yoki ashlar o'zlari razvedka ishchisi bo'ladi, qanday ma'lumot oladi yoki ashi bir qandaydir videoga tushirib qo'yadi, bir nima qiladiki, shantaj qilib, kompromat qilib ishlatishadi shu narsani. Meni e'tiborimni tortgan narsa Ka'bani o'sha har yilda bir, endi bilmaganlar uchun ma'lumot bo'lib qoladi. Bir yilda birmi Ka'bani ustida Ka'ba posh deb qo'yadi bizning vatanlarning materialini olib, eskisini, oyatlar yozilgan material yangi qoplanadi. Eskisini mehmonlarga, davlat rahbarlariga kesib hurmatli odamlarga beradi. Bilamizki, endi arab davlatlari aksari Amerikaning malagi. Endi o'shalarga ham qaysidir ma'noda bergan bo'lsa, uni olib borib o'sha Epstein oroliga, o'sha fahshxonalarga tashlaganligi. Meni nimaga e'tiborimni tortdi? Folbinga borgan odam ham, folbinlik qilgan odam ham kofir bo'ladi, dindan chiqadi-da. Nimaga desa,
haqiqiy satanizmki jinlar o'sha folbin jinlarni aytganini qilish kerak. Ya'ni o'sha Qur'onni nauzubillah hojatxonaga tashlab, yoqib, shunaqa bir yomon ishlarni qiladiki, shuning natijasida bu dindan chiqadi, kofir bo'ladi va uni aytganini, ya'ni jinlar qilishga tushadi. Uni itoatiga to'liq o'tgandan keyin. Endi bularda o'sha xo'p fahsh ishini qilyapti ekan, o'sha g'arbni elitasidagilar qalbida fahshga rag'bati bor ekan. Lekin nega diniy tomonlama bu narsani kirgizgan? Va yaqqol ko'rinib turibdiki, bu haqiqiy ildizi satanizm. Ya'ni shaytonga haqiqiy itoat qilishning cho'qqisi. Ham bolalarga mana bunday tajovuzkorlik, yosh bolalarga va yana uni ustiga mana bunday diniy narsalarga ham ommatan bilaks yurishlik. Va qo'shimcha qilib o'tadigan narsa maqsad masalasi. Bizni bugungi kunimizda endi O'rta Osiyoda yoki ommatan yoshligimizdan u maqsad, unaqa desa, haligi filmlarda vahimali qilib ko'rsatadi. Aslida Usama bin Laden rahimahulloh, Tohir Yo'ldosh, qancha ustozlarimiz maqsadi bo'lsin, butun dunyo razvedkasi bo'lsin, necha yillar bizlar Alloh taolo qadar qilgan kuni shahodat ne'matiga erishdi. Yani ungacha 20 yil bo'lsin, 30 yil bo'lsin Alloh yo'lida xizmatlarini qildi. Ya'ni islom ummati bo'lib ham bugungi kundagi kelajagimiz O'rta Osiyo yoshlariga aytib qolardimki, bu maqsadlari 2 pulga qimmat. To'g'ri, qaysidir darajada o'zicha bir natijalar qilishi mumkin. O'sha qalbida fahshga nisbatan rag'bati bor insonlar bir qadam yurganki, ularni qarmog'iga ilgan. Lekin islom ummati Alloh va Rasulining aytganini qilib to'g'ri yurar ekan, hech qanday qarmoqqa ilinmaydi, ularning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bunga 21-asrda yaqqol natija o'laroq, yaqqol dalil o'laroq ayta olamizki, G'azodagi Al-Qassam mujohidlari. O'zi ozgina bo'lib handaqlar kavlab, butun maqsadi ham, yahudlar ham, Amerika ham hech narsa qila olmayapti. Ya'ni Allohga suyanishlik bilangina biz mana bularning har qanday hiylalariga inshaalloh g'alaba qilamiz. Dunyo siyosatchilari tomonidan doim juda ham kamdan kam gapiriladigan narsa bu dunyoga hukmronlik qilishlik masalasida. Bu narsani insonlar to'g'ri qabul qilishlik kerak. Musulmonlar ham, umumiy, ya'ni auditoriya bo'lsin, har qanday inson to'g'ri qabul qilishlik kerakki, har bir davlat kuchaydimi, albatta butun dunyoni bosib olishlikka o'tadi. Sekin hukm o'tkazishlikka. Kuchlilar doim zaiflarning ustidan boshliq bo'lishlikka o'tadi. Bu narsa tabiiy holat. Bu narsa oddiy holat, haqiqatan oddiy holat. Lekin muhim bo'lgan masala o'sha dunyoni yoki umuman dunyoni bosib olishlikka harakat qilayotgan kuch, qanday kuch o'sha masala. Muhim masala mana shu nuqta. Shuning uchun ham sahobalar butun dunyoga, misol uchun Rumga qarshi, Forsga qarshi jihodga kelar ekan, o'sha paytda jihod farz ham bo'lmagan, balki farzi kifoya holatda jihodga kelar ekan, doim ishora aytishardi. Biz bandalarga qullik qilishligidan Allohga qullik qilishligiga, dunyoni torligidan oxiratni kengligiga va dinlarning zulmidan islomning adolatiga chaqirgani keldik deydi. Ya'ni bu juda ham katta formula. Bunday olib qaragan bo'lsa, juda ham katta formula. Endi islom dunyoga hukmronlik qilgan paytni eslang-ku va hozir mana bu kufriy davlatlar, Amerika bo'lsin, Rossiya bo'lsin, misol uchun butun dunyodagi kuchli davlat bo'lgan holatdagi, ya'ni butun davlatlarga o'zini ta'sirini o'tkaza oladigan bir holatni taqqoslaydigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Va insonlar bu holatda haqiqiy bosmachilik, haqiqiy bosqinchilik bilan haqiqiy fath, haqiqiy bir diyorlarni fath qilishlik masalasini nima deydi, ajratib oladi. Misol uchun musulmonlar dunyoni bosib oldi. Haqiqatan dunyoni juda ham katta qismini bosib oldi. Misol uchun Boburni eslaylik, o'zimizni misol uchun yurtdoshimiz. Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonni bosib olgan paytda o'sha molga sig'inish va shu holatda bo'lganki, agar er o'lib qolsa, ayol kishi eriga qo'shib yoqilish, tiriklarning yoqilishligi holatlari bo'lgan. Va shunga o'xshagan boshqa insonlarni din qiynab olgan. Ya'ni u yerdagi bir botil buddist dini qiynab olgan. Ya'ni juda hozirgacha qarasangiz, misol uchun tashqarida ochiq odamlar yotibdi, lekin kelib ya'ni Gangada yo'lga kelib sutni nima to'kyapti, ovqat to'kyapti. Bu yerda ochlar yotibdi. Ya'ni insonlarni dinlarning zulmi oshib ketgan.
va Bobur u yerga borib turib islomning adolatini, ya'ni o'sha paytda o'sha holat bo'yicha islomning adolatini qoyim qilgan. Va undan tashqari misol uchun turklar, Usmonlilar xilofati Yevropaga kirib kelar ekan, Yevropa mana shunaqa bir nima deydi? Jirkanch bir holatda, juda ham bir dinlarning zulmi bo'lgan holatda yashab turgan bo'lgan. Misol uchun katolik cherkovini, misol uchun o'zi o'qigan, misol uchun katolik cherkovini zulmi juda katta, juda ham kuchli bo'lgan. Hattoki butun davlat boshliqlari unga itoat qilishligi majbur bo'lgan. Insonlarga Injil o'qishlik mumkin bo'lmagan. O'sha yerda chiqadi, deydi, Tangri deydi, sizlarga deydi, shunaqa soliqni joriy qildi deb to'lashinglar kerak deydi. Hamma soliq to'lashga nima? Majbur. Tangri bizga shunaqa buyruq keldi. Kim itoatsizlik qilsa, men pul to'lamayman desa bo'ldi. Kofir bo'ldi, qatl qilinishlik kerak. Va uni olib kelib turib, sen kechqurun shayton bilan ko'rishgansan, shayton bilan ittifoq qilgansan, tiriklarni yoqishlik. Mana shunaqa holatlar nima avjiga olib turgan paytda, islom kirib kelgan paytda ular islomni qabul qilishdi. Birin-ketin, xossatan Tariq ibn Ziyod rahimahulloh mana bu nimaga kirib turgan paytda, Andalusga kirib kelgan paytda insonlar nima deydi? Islomni yoppasiga qabul qilishni boshlagan. Nima deydi? 10 asr, 1000 yilga yaqin vaqt ichida, ya'ni yaqin vaqt ichida butun Andalus, ya'ni Ispaniya musulmon bo'lgan. Va u musulmonlar bu yerdan ko'chib borgan arablar emas, balki o'sha xalq o'zi islomni qabul qilgan. Nimaga? Dinlarning zulmi kuchli bo'lgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsa, mana o'sha paytda ilm rivojlandi. Bugungi kundagi Yevropaning eng katta ilmiy yutug'i mana shu Andalusdagi bo'lgan ilmiy yutuqlarning natijasi. Bugun Yevropa qatdan u Yevropa boshiga shlyapa kiyib yurgan o'sha paytda nimaga shu axlat to'ksa boshimga tegmasin deb shlyapa kiyib yurgan. Hali tovoni katta etiklar kiyib yurgan. Nimaga ko'cha axlat bo'lgan. Shuni bosib oyog'im loy bo'lmasin deb. Unaqalar qanday qilib u axlat ham u insoniyatning najosati bo'lgan, o'lit bo'lmagan. Shunaqa, vabo, doim vabo bo'lgan. Doim shunaqa kasalliklar bo'lgan. Ya'ni ular mana shunaqa holatda yashab turgan paytda qanday qilib ilm rivojlansin ularda? Ularga islom nimadan kirib kelgan? Andalusdan kirib kelgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, islom dunyoga hukmronlik qildi, o'zining natijasini ko'rsatdi. Va mana bugun kufriy tizimlar, xossatan mana bu demokratiya bittasi nomi bilan, bittasi bizning vatanimizga bir paytda kirib kelgan kommunizm nomi bilan kirib kelgan mana bunday tuzumlar mana bugun hukmron bo'lyapti dunyoda. Mana ularning jinoyatlarini, haligi aytadigan bo'lsak, jirkanch jinoyatlarini ko'rib turibmiz. Yosh mana misol uchun bularga haqiqatan quvvat bularning qo'liga o'tdi. Haqiqatan bitta bir davlatda xohlagan ishini qila oladigan darajada, ya'ni albatta xohlagan ishini qila olmaydi. Ya'ni shu darajada bir quvvati borki, hattoki boshqa davlat rahbarlari uni buyrug'iga yoki uni bir hukmiga yoki bir gapiga qarshi chiqa olmaydigan holatdagi bir holat. Va u shu holatdan foydalanib ular dunyoni shunday bir zalolatga botirdiki, mana bugun uni biz o'ylashimcha 100dan hali bir 2-3% ko'ryapmiz xolos. Va Epstein masalasi, Epsteindan boshqa biz bilmagan Epsteinlar bor, ya'ni hali ochilmagan masalalar bor. Ya'ni ular ham sekin-sekin hali ochiladi va bu narsa ularda inshaalloh zavoli bo'ladi. Aytmoqchi bo'lgan narsam, bu narsani ham bir bizga ko'rsatadiki, islom adolati bilan mana bu kufr tuzumini, zulmi o'rtasidagi farq najot olishlik kerak. Bugun O'zbekistonda yoki biz Markaziy Osiyo davlatlarida arablar bosqinchi, ular bunaqa bizni yurtimiz bosib oldi deb turib insonlarga, musulmonlarga, yosh bolalarga unaqa ta'lim berishni to'xtatishlik kerak. Bu bosib olishlik bilan fathning o'ziga yarasha farqi bor. Va mana bu fath bilan bizni diyor haqiqiy islom diyori bo'ldi va biz Alloh subhanahu va taoloning dini islom bilan hidoyatlandik. Bizning bobolarimiz hidoyatlandi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam, bu tuzumlar inshaalloh zavoli yaqin. Chunki butun Yevropadagi katta tahlilchilarda gapish bo'lyaptiki, butun dunyo insoniyatini yagona umidi islom bo'lib qoldi. Hamma tuzum o'zini ko'rsatdi, demokratiya ham keldi, kommunizm ham keldi, islom, insoniyat faqat bundan nima zalolatga uchradi xolos. Faqat nima bo'lib qoldi? Islom faqat butun dunyoni yagona qutqaruvchisi bo'lib qoldi. Xalqlarda, shu bir qavmlarda Alloh taolo balolashidan oldin, shu nimasidan oldin juda ham tug'yonga ketishar ekanda. Tarixdan ham bilsak, shu Lut alayhisalomning davrida qavmi juda ham tug'yon ketgan bo'ladi, fahshga berilib ketgan bo'ladi, ya'ni shu nima bo'lsin, bachavozlik bo'lsin, boshqa narsalar hamma yo'g'in tarqalgan bo'ladi. Shularni ham butunlay, ya'ni bu qavmni nima qilib tashlaydi, yo'qotib halok bo'ladi. Keyin shu narsani bilsanglar, tarixda Italiyada ham bo'lgan, birorgina
balki shu Lutay alayhissalomning qavmi bo'lgan buni deb aytishadi. Pompey degan joy bo'lgan. Shunday. Bu yerda ham odamlar juda ham fahshga berilib ketgan. Ya'ni keyin bularning odatidan jimosini ko'chada qilish bo'lgan, ya'ni hammani oldida. Hamma ko'rishi. Shunday darajaga yetib kelgan. Keyin u yerda nima bo'ladi? Vulkan bo'ladi. Vulkan otilib, butunlay nima qilib tashladiki, ya'ni hech kim ulgurmaydi ham. Biron qochgani boshqa nimaga orol bo'ladi. Orol bo'ladi Allohning. Shaharlar qochib ketgani ulgurishmaydi, hammasi halok bo'ladi. Hozir odamlar borib haligi nima qilishadi? Arxeologlar nima qilganda ham jasadlarni topishyaptiki, yosh bolalar ham jimo qilayotganda, shunaqa darajada yosh bolalar bilan, ya'ni shunaqa darajada avjiga chiqqan tug'yonda. Hozir bular ham shunaqa darajaga chiqyapti-da. Bilsangiz, masalan, faqat bu yosh bolalar bilan nima qilish emas, balki LGBT o'zini jinsini o'zgartirish, ya'ni shu narsa paradlar qilish, boshqani, ya'ni juda ham avjiga chiqib ketgan g'arbda. Shunday. Ya'ni bu narsa ham keyin bular qanaqa boshqa xalqlarga va asosan musulmonlarga qilayotgan zulmlar, G'azzoda bo'lsin, undan oldin aytganingizdek Iroq, Afg'oniston, boshqa diyorlarda bo'lsin, zulmi faqat oshib boryapti, ya'ni darajasi oshib boryapti. Balki masalan Falastin bilan Isroilni urushi boshlanganiga ancha yil bo'lyapti. Shu 70 yildan beri urush bo'ladi. Lekin bunaqa darajada bo'lmaganda, bunaqa darajada qirib yuborish nimasi bo'lmagan. Ya'ni keyin hamma qarab turib, shunday holatda bo'lyapti. Ya'ni bu biz ya'ni ilohiy sunnat deb bilamizki, bir qavm tug'yoniga chiqqanda shu nimalarini Alloh taolodan juda ham katta balolar keladi. Ya'ni halok bo'ladi bu qavmlar inshaalloh. Birodarimiz hozir aytib o'tgandek, arablar bosqinchilar deb bizda juda ko'p islomofoblar borda bugungi kunda, xosatan biz O'rta Osiyo xalqlarining ichida shunday bir jirkanchli odamlar bor, o'zlaricha siyosatchi, bloger bo'lgan. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston bo'lsin, ommadan O'rta Osiyoda. Shularga men xitob qilib qolardimki, mana bunday Epsteynni jirkanchlik qilmishlarini chiqib jar solib aytmaysizlarmi? Vaholanki agar bizni diyorlarga bularni tili bilan aytganda arablar bostirib kelmaganda, otashparast bir tarqoq, bir dinini, e'tiqodini tayini yo'q bir xalqlar bo'lganda, bu islom shunday bir katta ne'mat bo'lib kelganki, qani keltirsin, islom kelishidan oldin bironta bizni xalqlar orasida bir natijaga erishgan odamlar bormi? Umuman yo'q. Barcha bizdagi natijaga erishgan, dunyoga ta'sirini o'tkazgan insonlar bu islom mevalari. Bu avvalgi podkastlarimizda ham aytib o'tganmiz. Sayfiddin Qudsi rahimahulloh bo'lsin, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, olimlarimiz, haqiqiy qo'mondonlarimiz, bular barchalari islom mevalari. Bugungi kunda o'sha islomofob yoki bo'lmasam mana bu jirkanch bo'lgan kommunist fikrdagilarga ham aytamizki, chiqinglar, mana bunday bo'lib ham g'arbni qilayotgan fahshlarini bir ochib bermaysizlarmi xalqlarga? Ya'ni qachonki islom va musulmonlarga ziddiga kelganda bularni tillari burroq bo'lib ketadi-da. Lekin mana bunday holatda bular maqtayotgan g'arbni qilmishlarini ochib bera olmaydi va yaqqol ko'rinib turibdiki, bularda ham hech qanday adolat yo'q, balki o'sha g'arbdagi o'zini nimalariga o'xshab qalblarida bularni ham marazi va buzg'unchiligi bor deb bilaman. Keyin shu gapingizga hozir nima akam aytgandi, shu narsani esladim. O'zi hozir esdan chiqib qolgan bo'lsa kerak, aytmadi. Shu odamlar, shunaqa odamlar, islomofob odamlar internetda ham hozir ko'p yozishyaptiki, ko'rgan bo'lsanglar, shu Epsteyn faylarining ichida bir ikkita arab hukumatdagilar yoki shu arab millatiga mansub odamlar nimasi chiqib keldi. Ismlar boshqalar. Nimani masalan Valiahd Saudiya Arabistonida shu ham rasmi bor, Epsteyn bilan boshqa. Shu rasmlar tayyorda ko'rib qoldimki, bitta islamofob yozyapti. O'zi bu arablar deyapti, ya'ni musulmonlar deyapti. O'zi arablar nima yosh bolalarga uylanish mumkin deyapti. Ya'ni bulardan kutsa bo'ladi, o'zi normal deyapti. Ya'ni bu yerda masalan siz aytdingiz-ku, bular yosh bolalarni o'g'irlab, ya'ni olib qochib, tajovuz qilib,
uni ustiga ko'pi yo'qolib ketgan ya'ni. Ha, dondarasi yo'qolib ketgan. Ya'ni 2018-yil fevral shu narsani qidiruvini boshlagandan keyin Epstein nimasi bo'yicha, Alloh alam adashmasam, Epstein sulfat kislotasini necha tonna sotib olgan ekanda shu orolga. Ya'ni yo'qotib yuborish uchun nimalar? Kislota eritib tashlaydi. Ya'ni o'liklar, jasadlar bo'lishi mumkin, boshqa narsalar. Ya'ni islomda adolat bilan bular qilgan ishni solishtiryapti-da. Ya'ni islom adolatida uylansangiz ham, hozir bularda aytayotgan voyaga yetish 18 yosh, o'zi voyaga yetishi bizda nima bilan bo'ladi? Shu, ya'ni tabiiy voyaga yetish, nima yozuvdagi narsa emas. Ya'ni 12 yosh bo'lsin, 14 yosh bo'lsin, voyaga yetish boshqacha bo'ladi. Shunga yetgan bo'lsa ham islomda uylansa ham bunga adolat bilan uylanadi. Ya'ni uni haq huquqi bo'ladi u qizida, ya'ni uni hech kim tajovuz qilmaydi uni ustidan. Shunaqa. Qo'lma-qo'l bo'lmaydi. Qo'lma-qo'l bo'lmaydi, ya'ni uni narsalar bo'lmaydi-da. Shunga islomofoblar hozir chiqib kelishi mumkin-da, o'zi arablar ham bor, boshqalar bor. Hali o'tgan podkastda ham aytdik-ku, arablarda maqol bor, odamlar podsholarini yo'lida bo'ladi. Ya'ni Umar ibn Abdulaziz zamonida insonlar sen necha rakat tahajjud o'qiding, qancha sadaqa qilding, qancha nima qilding, ya'ni shunaqa bir solih amallar ustida nima qilgan. Boshqa bir xalifa davrida u ko'p ayollarga, ya'ni ko'p uylanadigan, ya'ni nima bo'lsa, sen nechta xotining bor va shunaqa masalalar gaplashishganda va bugungi kunda mana shu g'arb rahbariyatini ko'pini ko'radigan bo'lsanglar, g'arb nima uchun mana shu oxirgi 21-asrda yoki mana shu 21-asr, 20-asr oxiri, 21-asr boshlarida juda ham bir insonni tabiga yoqmaydigan turli xil nima deydi, bir jinoyatlar avj olib ketdi. LGBT deymizmi yoki shunga o'xshagan holatlar deymizmi, pedofillik holatlari deymizmi, misol uchun fahshga botib ketdi. Nima uchun desangiz, rahbariyat, ulardagi rahbariyat mana shunaqa insonlarning qo'lida bo'lib qoldi. Ya'ni davlat mana shunaqa insonlarning qo'lida bo'lib qoldi. Kasal insonni eng yomon ko'rgan odamni kim bilasizmi? Kasal insonni eng yomon ko'rgan odam sog'lom odamlar-da. Va mana bu rahbariyat, hali birodarimiz aytgandek, boshida ayollarga qiziqdi. Chunki ularda mezon yo'q. Misol uchun bizda mezon bor. Alloh subhanahu va taolo hozir nima qilsangiz qila olasizda. Davlat bo'ldingiz, qo'lingizda imkoniyatingiz bo'lishi mumkin. Nima qilsangiz qila olasiz. Xohlagan fahshni misol uchun qilgingiz kelsa, ya'ni kuchingiz bilan boshqa narsa bilan, ya'ni davlat tomonidan albatta bu narsa qonuniy cheklangan, lekin qilsa bo'ladigan, ya'ni kim nima qilsa qila oladi, lekin nima inson to'sib turadi. To'xta, Alloh subhanahu va taolo ertaga qiyomatda nima deydi, men nima degan inson bo'laman? Jamiyat, musulmonlar jamiyati, meni bola-chaqam bor degan narsa bor-da, lekin ularda bu mezon yo'q. Bu mezon diniy mezon yo'q. Na xristian dinida bo'lsa ham uning mezoniga amal qiladi, na bir boshqa mezonga. Ularning mezoni faqat nafs. Va misol uchun bir ateistga savol beryapti-da, senlar, ya'ni savol deyapti, senlar nimani, ya'ni bittang misol uchun ayolga qiziqsang, bitta erkaklarga qiziqasan deyapti-da. Qanday mezoning bor senlarda? Mana bo'ladi, mana bo'lmaydi degan narsa bizning mezonimiz nafs deyapti. Tabni sotsa qilaveramiz, bo'lmasa qilmaymiz deyapti. Ya'ni bular mana shunaqa mezonga o'rganib qolgan. Va mana bu rahbariyat mana shu holatga kelgandan keyin boshda ayollarga kuch bor, quvvat bor, ayollarga qiziqdi. Endi tasavvur qiling, har kuni qiz bolaga yaqinlik qilishga qiziqadi, misol uchun shunga o'xshagan jirkanch amallarni qilib yosh bolaga qiziqib, erkaklarga qiziqib, oxiri o'zi buzilib, rasvo chiqib bo'lgandan keyin bu rahbar sekin-sekin bu narsa qo'l ostidagi xalqini bu ahvolda qolishligini istamaydi. Sekin-sekinlik bilan targ'ib qilishni boshlaydi. Sekin-sekinlik bilan imkoniyat qilib berishni boshlaydi. Mana shu bilan g'arb bugun buzilib ketdi. Ya mana shu bilan misol uchun Amerikaning holatini bugun ko'radigan bo'lsangiz, juda ham achinarli va juda ham nima deydi, halokat yoqasida. Halokat yoqasida. Misol uchun ko'chalarda kasalmandlar, LGBTga botgan, LGBTga o'rganib qolgan, masalan, jamiyat, bu umuman insoniylik tizimidan chiqib ketdi bular. Ya'ni bu narsaga asosiy sabab bu rahbariyat bo'ldi. Va shuning uchun ham bu islomning yutug'i shuki, qarangda, butun dunyo tarixi bo'yicha davlat rahbarlari ilmli bo'lgan insonlar faqat musulmonlar bo'lgan. Umuman g'arbda bo'lsin, tarixida bo'lsin, qirollarni, boshqalarni ko'ramiz, eng ko'p alkash bo'lgan,
bizda hattoki misol uchun hajjoj qiladigan bo'lsangiz, hajjoj hofiz Qur'on bo'lgan inson. Qur'onni unchalik birov bilan yaxshi bilmagan. Eng zolim bo'lmasa. Ha, eng ichimizdagi zolim. Lekin qaraydigan bo'lsangiz, bizdagi xalifalar bo'lsin, bizdagi islom podshohlari, ya'ni islom sultonlari deymizmi? Ilmlik, Allohdan taqvo olgan insonlar bo'lgan. Lekin g'arbda ko'radigan bo'lsangiz, unday insonlar bo'lmagan. Nafsiga o'ch bo'lgan, ayollarga o'ch bo'lgan, sharobxo'rlikka o'ch bo'lgan insonlar bo'lgan. Va shuning uchun ham bugun yana bir marta ayta olamizki, islom butun dunyoni qutqarib qoladigan yagona najot. Shunaqa. Shunga havosini, ya'ni o'zini bir xohishlariga bo'ysunib yashaydi deganingizga ham Alloh taolo aytgan. Ko'rmadingmi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytganki, ko'rmadingmi o'zini havosini, nafsini, ya'ni iloh qilib olgan odamlarni. Shunday. Chunki bularni, ya'ni shu-da holati. Ya'ni bular o'zini nafsini iloh qilib oldimi? Nafsi nima desa, shunga bo'ysunib ketyapti. Keyin bularning nafsi shunaqa aytganingizdek hamma yo'q bor. Ya'ni pul ko'p, imkoniyat ko'p, hamma ayolda ham har turini tatib ko'rgan. Ya'ni u yog'i agar bir axloqiy yoki bir diniy nimasi bo'lmasa to'xtatadigan narsa bo'lsa ketaveradi. Hayvonga bog'liq, hayvonga yaqinlik qiladi oxirida. Shunaqa. Keyin bilsanglar g'arb nimasida shunaqa bir nima borki, teoriya borki, Gollivud bo'lsin, keyin Silikon nimasi vodiysi deyshadi. Shu Gollivud yoki qo'shiq nimalari bo'yicha tanilish, ya'ni shunaqalik nimalar borki, yulduzlari borki, ularda kino yulduzi yoki bir musiqa yulduzlari shu darajaga yetib kelishiga ular shuni ko'p nima yangilaydi shu gap. Ular bitim qiladi. Ya'ni kelishuvga keladi. Qanaqa kelishuv? Shayton bilan kelishuvga keladi deyshadi. Ya'ni o'zini nafsini sotadi, ya'ni shaytonga. Shunga ko'pincha shunaqa jirkanchlar shular orasida bo'ladi. Shu Gollivudda shuna hammamiz har kun ko'rib nima qilamiz-ku? Kinolarda ko'riladi, O'zbekiston o'zimizning vatanlarda ham kinolarda ko'rib, masalan, bir ular qanaqadir qahramon bo'lib ko'rinadi, bizga boshqa bo'lib ko'rinadi. O'zi juda ham jirkanch odamlar bo'ladi-da bular hayotda. Keyin bular ko'pincha kastingdan o'tish uchun, shu kinoni rolini olish uchun, boshqa narsa uchun bular har xil jirkanch ishlarni qilib o'tadi. Haligi nimani ham ustoz Abdulloh Buxoriy rahimahullohni bir da'vatda aytadiki, Arnold Schwarzeneggerni olib chiqdi kinolarda Terminator qilib ko'rsatdi, hammaga mashhur qilib bo'lgandan keyin bitta kino ishladi, unda Arnold Schwarzenegger tug'yapti. Ya'ni o'zi insonlarga bu targ'ib ko'tdi-da, bir insonni mashhur qilib turib, bu ya'ni ochiqdan ochiq ularni insoniyatni mana bunaqa bir buzishlik, tabiatini buzishlik va insoniyatni jirkanch mana shunaqa bir holatlarga olib kelishlik uchun bular ishlab chiqqan formulada. Shuning uchun ham hattoki ularning kinolarini ko'rishlik yoki hattoki ularni nimalarni nima deydi, chiqargan har qanday narsasini, hattoki chiqargan mahsulotini iste'mol qilishdan ahli ilm ulamolar qaytaradi. Qarang, Alloh taoloning bir go'zal tadbirlaridanki, ular qancha hiyla qilsa, Alloh taolo ularni shunchalik bir kutmagan tarafidan ochib qo'yadi. Ko'rinishidan bular oyat bor, taqriban ma'nosini keltiryapman. Ko'rinishidan do'st ko'ringani bilan aslida bular dushman ekanligini yaqqol ko'ryapmiz-da, mana oyatning dalili. Bo'lmasam o'sha doim fikrlari bir joydan chiqadigan go'yoki bizni nimamizda-da yahudlar va g'arb elitasi aslida bitta deb o'ylaymiz. Aslida bir-birini pastava qilish uchun nimalardan voz kechgan, qarang. Qancha millionlagan, milliardlagan pul sarflagan. Qancha yosh bola qizchalarni qurbon qilgan. Mana shu qarang, islom aytib o'tganinglardek islom mezoni bo'lmasa, mana bu g'arb elitasini qo'lga olishlik uchun bu yoqda insoniyatni qanchasini qurbon qilib yuborish bularga bir tiyinlik qadri yo'q. Musulmonlar qanday? Musulmonlarning mezoniyati bir musulmonni besabab o'ldirish Ka'bani vayron bo'lib ketishidan gunohi og'irroq. Mana bu narsa bizni tiyib turadi. Va mana bu yahudlar va masonlar bo'lsin, maqsadi yo'lida har qanday qurbonchilikka tayyor bo'lyapti-da. U farqi yo'q, hech qanaqa mezon yo'q ularga.
va yaqqol ko'rinyaptiki, bularni ichida haqiqiy o'zi dushmanlik bor. Bizni go'yoki G'azoga bostirib kelib tepadan Amerika urib berib turganligi bu ularni bitta ekanligini ko'rsatmas ekan. Va bizni O'rta Osiyo xalqlariga shuni aytib qolardimki, mana ozmi ko'pmi arab diyorlarida yashadik va Rossiyalarda yurdik, boshqa Amerikada yashab kelgan, Amerikada turib kelgan birodarlarimiz bor. Bizni xalqlarning fitrati toza, alhamdulillah. Tarbiya, ota-onaga nima itoat, insonni xohlang, xohlamang, o'sha la'nati mal'un Karimov davrida ham diniy ta'lim ola olmagan jamiyatimiz ham o'sha tarbiya orqali diniy muhitini ushlab qoldida. Ya'ni bu bizning xalqlar uchun Alloh subhanahu va taolo tomonidan katta ne'mat aslida. Bugungi kunda ham mana yangi fath bo'lgan Suriyadagi mintaqalarda ham ko'ramizki, xalq fahshga botib ketgan. Ya'ni u O'zbekistondagi Karimov davridagi fahshga botishlik hech narsa emasda. Shu darajadagi Alloh taoloni so'kadigan qavmga aylangan. Biz O'rta Osiyo xalqlarida yo'q bunaqa odat. Ota onasini oldida sigaret chekib o'tiradigan avlod paydo bo'lgan. Shu arab deydigan, Qur'on tilini tushunadigan qavmlar ichida. Va ayta olamizki, mana bu xalqni jamiyatda ichida yashab turib ayta olamizki, biz xalqlarga Alloh taoloning rahmati juda ham katta. Bo'lib ham bugungi kunimizda o'zbek tilida gapirtiradigan, tashqarida bo'lsin, ichkarida bo'lsin ustozlarimizni, ulamolarimizni chiqarib qo'ydi. Bu biz uchun katta ne'mat. Va shuni muqobilada aytib o'tardimki, albatta Shom diyori haqida Nabiy sollallohu alayhi vasallamning juda ham ko'p hadislari bor. Bu yerning ansorlari haqiqiy bir rijollari va haqiqiy bir Allohdan qo'rqadigan xalqlari ham juda ko'p. Endi ya'ni zulm ostida baribir buzilgan xalqlar ham yo'q emas. Haqiqatan bizni O'rta Osiyodagi qadriyatlarimiz nima deydi, pullarga sotib olib bo'lmaydigan juda ham qimmatli. U yerda misol uchun o'zimiz ham o'sha yerda tarbiya ko'rdik va bu u yerda ko'rgan tarbiyamiz alhamdulillah biror bir yerda sharmanda qilmadi-da. Balki bu yerdagi xalqlarni ajablantirganki, misol uchun oddiy bir mehmonda o'tiribmiz, birodarni oldida. Endi oyoq uzatib o'tirish oddiy-ku, bu dadasiga qarab boshqa qilib, keyin oyog'ingni uzatma dadangga desam, bizda oddiy deyapti. Keyin dadasi qarab turibsizlarda shunaqami deydi-da. Ha, bizda shunaqa desam, ajablanyapti-da. Ya'ni shu darajada ota-onaga ketmoqchi hurmat yoki umumiy qadriyatlarimiz juda ham bir tahsinga sazovor. Endi shu o'rinda mana shu Epstein masalasi bizni xalqqa, bizni misol uchun o'zbek zabon musulmonlariga shunday bir o'rnak bo'lishlik kerakki, bizni yurtlar ham, bizni rahbariyatlari ham bunaqa bir jinoyatlardan xoli emas. Buni ko'rib turibmiz. Misol uchun ozgina qo'lida imkoniyati bo'lib yetimlarga tajovuz qilganlar, pedofillarni ko'rdik. Oddiy misol uchun arzimagan pulga, ya'ni nima qilib tashaganda, fohisha qilib tashagan qizlarda, subhanalloh. Ya'ni o'zi aytmoqchi, misol uchun 15-16 yoshlik, misol uchun arab diyorlarida ba'zi bir mintaqalarda oddiy nima-ku, ya'ni oddiy emas, nima deydi? Bu narsaga o'rganilgan 15-16 yoshli qizlarga uylanishlik. Lekin siz aytmoqchi, u bitta bu pedofillik bilan buni o'rtasida juda ham katta farq bor-da. Bunga uylangandan keyin unga qaraydi, mahal bo'ladi. Tabiiyki voyaga yetgan bo'ladi, ya'ni shar'iy sabablar bilan voyaga yetadi va bilamizki, issiq diyorlarda ya'ni tezroq turmushga tayyor bo'ladi-da ayollar. O'zi bizda ham 16 yoshlarda bemalol uylaniladi endi. Shunaqa. Endi aytmoqchi bo'lgan narsam, uylangandan keyin uni shar'an unga qaraydi. Kasal bo'lsa unga nima, vafot qilsa unga meros qoladi, bolalariga, o'ziga, xavfsizligiga, uy bilan ta'minlashlik, oziq-ovqat bilan ta'minlashlik, ya'ni bu narsalar yuklatilgan holatda u inson uylanadi u narsaga. U misol uchun 15-16 yoshlik bo'lsa ham, lekin 15-16 yoshli qizni aldab yoki uni majburlab, fohisha qilib, turli bir amaldorlarning qo'lida bir o'yinchoq qilib qo'yib, uni bu holat, bu albatta bu jinoyat hisoblanadi. Buni hech qaysi din, hech qaysi qonun oqlamaydi. Shuning uchun ham ya'ni shu kunlarda yoki umuman bizni diyorlarga sekin-sekinlik bilan kirib kelayotgan shunaqa bir yomon hodisalarga shu darajada tish tirnog'ingiz bilan qarshi turishingiz kerakki, ya'ni ertaga mana bu Amerikaning holati, bu Amerika 100 yil oldin bunaqa emasdi balki. Balki 200 yil oldin bunaqa emasdi. Amerikani bilamiz, misol uchun 1495-mida, 94-dami Kristofer Kolumb kashf qilgandan keyin u yerga sekin Yevropaliklarning eng rasvolari umrbod qamoq jazoga mahkum qilingan, o'sha yerga surgun qilingan.
va yillar davomida mana shu ahvolga keldi, buzilib ketdi. Va Yevropa ham bugun bu holatga kelmadi, balki yillar davomida mana shu narsalar kirib kelib xalqni, ya'ni madaniyatini izdan chiqarib tashladi. Hozirgi Yevropa 200-300 yil oldingi Yevropadan farq qiladi. Balki 200 yil, 300 yil oldingi Yevropada sal insoniylik bor edi, insoniylik, fitrat bor edi va hozirgi holatni ko'rsangiz, ko'nglingiz ayniydigan darajada bo'lib qolganda. Shaharlar paytda ham hali qora tanlilarni qanaqa zulmlar qilgan, baribir ularning fitrati o'zi buzuq aslan. Ya'ni dini bo'lmagandan keyin men aytmoqchi bo'lgan narsam insoniylik fitrati masalasini aytganingiz, galiboylik yoki bir LGBT unaqa oshkor bo'lmagan vaqtlari o'zini buzuq bo'lsa ham nasroniylik diniga amal qilgan. Hozir undan ham keyin shu nima bo'lgandan keyin, bu revolyutsiyalar bo'lgandan keyin sekularizm kelgandan keyin dindan haligi uzoq nafrat bo'lib, uzoqlashib ketildi inson. Keyin dinga o'chakishib, hamma yo'lda qarshi qilgandan keyin shu narsalarga kelib kelishdi bular ko'pincha. O'zbekistondagi uzr gapsiz bo'ldim Murodjon. O'zbekistondagi yetimxonadagi holatni menga achinarli tarafi o'sha o'zlarini universitetlarini o'qib chiqqan Anvar qori bo'lsin, o'zlari ruxsat bergan imomlarning ma'ruzasini tarqatgan odamga jazo ko'proq berilyapti-da. Mana bu yetimxonada tajovuz qilgan, bu qalbida marazi bor insonlar esa arzimagan uy qamog'i bilan qutulib ketyapti. Ya'ni bu musibat. Bu degani xuddi o'sha Amerikadagi elita qanaqadir tadbirlarga yo'l ochib qo'ygandek, O'zbekiston hukumati ham mana bu ularga yengil jazo qilib turib, qanaqadir yo'llar ochib qo'ygandek bo'lyapti-da, go'yoki. Shunday. Albatta bu achinarli holat. Ya'ni shu umumiy holatda mana shu narsalar sekinlik bilan bizda alhamdulillah xalqni nimasi bor, nafrati bor va bu narsani doim ommaviy axborot vositalari eslatib turadi. Bu narsaga xursand bo'laman haqiqatan O'zbekistonda. Ya'ni mana bu narsalarni eslatib, unutib olmayapti bu jinoyatlarni. Nimaga bular bunaqa bo'ldi? Nimaga sud tuzayotgan masalan, nimaga bunga buncha yil berildi? Nimaga bitta oddiy balonchi 500 ming pora olganiga 5 yilga qamoq bordi, misol uchun. Ya'ni shu holatlarni keltirib adolat talab qilib turganlar bor, mavjud. Lekin bu narsaga, ya'ni boshqa narsalarga ham e'tiborsiz bo'lmaslik kerak. Misol uchun oddiy birinchi misol uchun paranjilar yechildi yurtimizda. Undan keyin mana unaqasiga misol uchun ro'mol o'raldi. U ro'mollarga hozir sekin-sekin qarshiliklar boshlandi. Odamlarning soqoli bilan misol uchun sekin kurashuv boshlandi. Bu islomiy fitratga qarshi bo'layotgan kurash. Va bu narsa kimlardir tomonidan qilinyapti. Rahbariyatda misol uchun bilamiz, misol uchun rahbariyatda bitta qarorni 100 kishi, 200 kishi olmaydi. Bitta odam misol uchun prezident buni qil desa bo'ldi, hech kim qaror qarshi chiqa olmaydi. Ya'ni bu narsani hammamiz yaxshi bilamiz. Shu narsalarga bee'tibor bo'lmaslik kerak. Tish tirnoq bilan insonlar, ya'ni biz mana shu holatimizni saqlab qolishimiz kerakki, nima bu qadriyat butun dunyo bo'yicha misol uchun haqiqatan aka aytmoqchi, men o'zim Turkiyada bo'ldim, o'zim Rossiyada bo'ldim. Endi boshqa bir davlatlarda ko'pchilik ko'rgan. U yerdagi holatlardan ko'ra bizning yurtimizdagi holat alhamdulillah ancha yaxshi. Lekin mana shu holat yanada yomonlashib ketmasligi uchun e'tiborli bo'lishlik kerak. Insonlar e'tiborli bo'lishlik kerak. Bugun to'g'ri Rossiyada bir kun bittasi Rossiyada ishlaydi, oilasi bilan nima deydi, e'tiborsiz qoladi, lekin nima bo'lgan holatda ham doimiy shaklda yurtingizda qanaqa qarorlar qabul qilinyapti, qanaqa qonunlar qabul qilinyapti va bu qonunlar qabul qilinishligida sizning ishtirokingiz bormi? Sizning gapingiz o'tyaptimi davlatga? Sizning istagingizni davlat ijobiy qabul qilyaptimi, qilmayaptimi? Bu narsalarga doim e'tiborli bo'lish kerak. Bu gapimda men O'zbekiston hukumatiga qarshi qo'zg'olon ko'taring demayapman. Lekin e'tiborli bo'ling va doim mana bu narsalar, ya'ni chiqib turgan qarorlar bo'lsin, islomni ziddiga bo'layaptimi? Sizning qadriyatiga, ming yillarga rivojlanib kelib turgan islom qadriyatiga qarshi qabul qilinyaptimi? Bu narsalarga doim e'tiborli bo'lishlik kerak. Va aytib o'tganimdek, bu holatlar bir kunda bo'lib qolmadi Yevropada yoki Amerikada. Bu yillar davomida shakllanib keldi va bugun Amerikadan mana bu Epstein faylllari chiqdi. Bu 2 yil 3 yil oldingi emas. Bu 20 yildan oshiq vaqt oldingi fayllar bular. Ya'ni bu narsaga e'tiborli bo'lishlik kerak. Shuning uchun ham doim mana shu narsaga g'ayrat qilishlik kerak. Shu fursatdan foydalanib biz aziz xalqimizga, birodarimiz aytib o'tgandek, bu narsalarga bee'tibor bo'lmay, kimning qo'lidan nima kelsa, o'sha blogerlar bo'lsin, diniy motivda yurgizayotgan va bugungi kunda esimizdan chiqib qolmasinki, Mubashshir Ahmad yoki boshqa shu bir dini uchun ozgina bo'lsa ham g'ami bor insonlarni ham duolarimizda esdan chiqarmaylik. Va eng muhimi, sahobalar Ramazon oyi kelishidan oldin 6 oy oldin
Allohim ballig'ni Ramazon. Ya'ni Allohim bizni Ramazonga, bizlarni Ramazon oyiga yetkazgin deyishar ekan va Ramazonda belni qattiq bog'lab, xossatan oxirgi 10 kunligida Nabiy sollallohu alayhi vasallam ham ibodatlarga qattiq bel bog'lar ekan va Ramazon chiqqandan keyin 6 oy Robbim o'zing bizning amallarimizni qabul qilgin der ekan. Bu Ramazon oyiga beparvo bo'lmaylik. Alloh taolo gunohlarni mag'firat qiladigan oy va mana bu oyda butun islom ummatiga g'alaba fath oylari qilib bersin inshaalloh va barchalarimizni gunohlarimiz kechirilgan holatda chiqishligimizni nasib aylasin. Albatta bugun holat juda ham qiyin musulmon kishiga, xossatan o'zini diniga amal qilaman degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlaridek, Alloh subhanahu va taolo buyurganidek dinimga amal qilaman deyishlik juda ham qiyin holat. Yerni qaysiki burchagida bo'lmang, to'liq dinimga amal qilaman desangiz g'arib bo'lasiz. Va unutmaslik kerakki, birinchi o'rinda bu din bizga Alloh subhanahu va taolo va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonidan berilgan bir omonat. Va biz buni o'zimizdan keyingi avlodlarga qanday qilib topshiryapmiz bu omonatni, bunga doim e'tiborli bo'lishimiz kerak. Albatta bizdan keyin mashinalar, uylar, yerlar qolishi mumkin farzandlarimizga omonat bo'lib. Lekin dinimiz omonat bo'lib qolyaptimi farzandlarimizda? Mana shu narsaga qattiq e'tibor berishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Chunki butun dunyo haqiqatan ham halokat yoqasida. Haligi hadislarda aytadiki, Alloh subhanahu va taolo mana bu yerni bir kunda yo'q qilib tashlashlik mumkin edi. Lekin shu iymon keltirganlar bo'lganligi uchun yer hozirgacha mana bu holatda saqlanib qolyapti. Ya'ni aytib o'tganimizdek, bugungi kunda o'zingizdan keyin avlodlaringizga nima qolyapti? Mana shu narsa bugungi kundagi sizni yoki butun bir boshli islom ummatini eng katta muammosi bo'lishlik kerak. Kiyimi bilan, qorni bilan qanday shug'ullanib turgan bo'lsangiz, balki undan-da ko'proq ularni dini bilan shug'ullanishligingiz bugungi kunda sizdan eng katta talab qilingan narsa. Va aytib o'tganimizdek, ya'ni dinga amal qilishlik qiyin bo'lgan paytda diniga amal qilganlar inshaalloh Alloh subhanahu va taoloning huzurida darajalari eng ko'p, eng katta bo'lgan insonlar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zimizni, xalqimizni va butun islom ummatini mana bu islom dinida sobit qadam qilsin va mana bu zolimlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi kifoya qilsin. Oxirgi payt shu narsalar chiqqandan keyin, juda ham jirkanch narsalar chiqqandan keyin to'g'risi ko'pchilik tushkunlikka tushib qolgandek bo'ldi. Ya'ni bir ikki tanishlarim holatni ko'rib, chunki ko'pincha kelajak avlodlarga qo'rquv paydo bo'ladi. Agar shunaqa narsalar paydo bo'layotgan bo'lsa, kelajak avlodlarga xatarli bo'lishi mumkin bu narsa. Holat qanaqa darajaga yetib keldi degan nima bo'lishi mumkin. Shunga siz aytgan gap, iloji boricha o'zimizni kelajak avlodlarda ukalarimiz bo'lsin, singillarimiz bo'lsin, bola chaqalarimiz, nevaralar va kimda bo'lsa iloji boricha din bilan hifz qilish kerak. O'zimizni shu jamiyatlarda, o'zimizni oilalarimizni, o'zimizni uylarimizni, yaqinlarimizni dinni o'rgatib, dinda chegaralarini qilib, ularni saqlashimiz kerak. Shuna jirkanch narsalarda. Chunki agar din bo'lmasa, ko'ryapmizki, hech qanaqa ularni axloqiy bir tushunchalari bo'lsin, bir qanaqadir qonunlari bo'lsin, hech narsa saqlab qololmaydi bu narsada. Chunki iloji boricha hammamiz o'zimizni qo'limizdan kelgancha atrofimizdagi yaqinlarimizni saqlab, har xil nimalardan dindor qilib ulg'aytirishga harakat qilishimiz kerak.